2 jumada boyib ketishni istaysizmi? Unda so'zimizga diqqat bilan quloq tuting. Qutbul Irshodda shunday hadis keltiriladi. Anna Nabiy sallallohu alayhi va sallam man qala yawmal jum'ah Allahumma aghnini bi halalika an haramika wa bi fadlika amman siwak 70 marratan lam yamur bihi jum'atani hatta yughnihu Allahu ta'ala. Anas ibn Malikdan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam dedilar: Kimki juma kuni Allohumma aghnini bi halalika an haramika va bi fadlika amman siwak deya 70 marotaba aytsa, 2 juma o'tmay Alloh unga boylik beradi. Yana ya Mughni ismini har kuni 100,000 marotaba aytsa, Muzammil surasini 40 marotaba, kuchi yetmasa 11 marotaba o'qisa, Alloh g'aybidan boylik yetkazadi.